Sizlar bilan Sadi TV kanalidan Sodiqjon. Sizlarga Imzo kompaniyasi sifatli eshik deraza romlari haqida ma'lumot beradigan kanalimiz. Kanalimizga obuna bo'linglar, video ma'lumotlar yoqqanmiz, like bosinglar. Xudo xohlasa chiroyli videolarimiz hali oldinda. Ko'rib turgan obyektimiz juda ham chiroyli, toshli obyekt. Bu yerda Imzo kompaniyasi termoid 7000 Engelberg romlar ishlagan. Video davomida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishni davom eting. Ko'rib turgan obyektimiz polni toshdan bo'lgan, juda ham sifati yuqori. Ko'rish mumkin. Bu yerda ishlangan romlarning ma'lumotini aytib o'tib Tepadagi romlar 7000 Engelbergdan past splashno termo 78. Mana ko'rishimiz mumkin. Nima uchun bu yerda termo 78? Sababi mijozimizga baland splashno ochilish bo'lgan. Bu yer xudo xolsa remont ishlari olib borilyapti. Shuning uchun chang, unga e'tibor qilmaysizlar. Splashno bo'yi keladigan bo'lsa 270, eni esa 220 atrofida. 220 emas, 210 atrofida edi. Ikkita chekkaga ochilish bergan 70 dan, o'rta panorama gluxoy, energiya tejovchi oyna hamda kalyonli bo'lgan. Rangimiz sheffielskiy betonli dub. Termo 78 yana ham chiroyli chiqadi, ko'rishingiz mumkin. Idealli. Shu splashno ochilish bo'ladi. Va bu tomonda kirishimizda 3 ta eshigimiz bor. Bu yerda eshiklarimiz 78 dan bo'lgan. Qaranglar, hammasi panorama cho'tka holatda. Energiya oyna xona ichkarisini ko'rsatmayapti. Ochilish tashqariga bo'lgan birinchi eshigimiz ochilish 78 7 cm 8 mm li Supli kompensatsiya mexanizmi. Petlarlar 4 talar. Nima uchun petlar 4 talar? Sababi buni splashno qilganmiz, shuning uchun 4 tadan qo'yganmiz. Bu eshigimiz ham vitraj, ko'rish mumkin. Tashqariga ochilish. Beton deb qaranglar, qanaqa chiroyli. Ideal ochilish yopilishi. Bu ham xuddi shunaqa. Ochilish yopilishini ko'rasizlar. Ideal. Endi esa xona ichidan yopamiz. Xona ichidan tashqarini bemalol ko'rib turibmiz. Bu tomonda esa hali ko'rsatgan rom двойной mexanizm bilan ochilgan. Двойной mexanizm yopib, yonga qisib mana rom splashno ochilish. Yengil, hech qanaqa qiyinchilik yo'q. 7 cm 8 mm lik kosa qismi bo'lsa, asosiy ma'lum past 9 cm ga ham boradi. Rom yopilishi, двойной qilamiz, ochilishi juda ham zo'r holatda. Mana chekkadagi rom ochiladi, ko'rishingiz mumkin. Endi hozir bunda bitta двойной bitta mexanizm bu tomonda bo'lsa, bu tomon обычный. Ochilish yopilish idealli. Xudo xohlasa servislar ko'rib beriladi, ko'rish mumkin. Juda ham zo'r holatda. 1 kvadrat metr termo 78 bugungi kunda 280-270 dollardan balandroq chiqadi. Ochilish yopilish mexanizmi qarab ketaveradi. Endi yon tomonimizni ko'rganimizdan orqa tomonda nima bor? Oshxonani eshigi bor. Mana shu video ma'lumot suriladigan eshiklar ham bor bizda. 1 kvadrat metr 110-120 dollar atrofida chiqadi. Ochilish bunda oshxona bo'lganligi uchun bo'g'ganmiz. Yonga ko'rish mumkin. Qo'lni ochib qo'ysak bo'ladi mana. Ochildi, bu tomonga bemalol harakat qilsa bo'ladi. Ham o'zimiz qo'yib berganmiz. Bu tomonda esa oshxona kuxonniy mebellar o'rnaydi. Bu tomonda tepada porshka qo'yganmiz, sababi oshxonadagi havo shu tomondan chiqib ketadi. Eshigimiz termo 78, bu yerda podokонniklar bilan splashno kelgan. Qo'shib mumkin, bu tomonda ham xuddi shunaqa holatda. Endi ochilish yopilishini ko'ramiz. Zo'r holatda tashqaridan ko'ramiz. Idealli. Orqa tomonda romlar bor, ustida ishlashyapti, cho'qqiroq ekan. Ma'lumotni yon tomondan beraman endi. Ko'rish mumkin, idealli holatda. Endi vitrajdan tashqariga chiqish, mana sizlar ham xuddi shunaqa uy qizlaring qanaqa eshik deraza qo'ysam bo'ladi deb YouTube'ga qidirib kirasizlar, shunda shu video sizlarga asqotadi. Mana splashno obyekt juda ham chiroyli, hammasi tosh qilingan. Tepa 7 Engelberglar, 5 kamerali profil plastik serial. Tepada ham eshigimiz bor. Bu yon tomonimizda ham mana panorama holatda ochilishi двойной mexanizm bilan cho'tka. Endi yon tomonda 7 Engelberg bo'lgan. Nimaga 7 Engelberg aralashgan? Sababi bo'yi kichkina. Faqat termo 78 shart emas. Xo'p, bu tomonda ham vitraj eshigimiz bor. Bu ham tashqariga ochilish. Idealni. Mana shunday holatda beramiz. Juda ham zo'r holatda. Termo 78 eshigini splashno holatda ochilish yopilishi idealli bo'ladi. Bu tomonda o'rtasi mana panorama bo'lgan, o'rtadan bitta bo'g'ib qo'yganmiz. Yonga 5 kamerali profil, ichida 5 ta qovurg'asi bor, добавочный rezinalar bor, двойной mexanizm ham qo'yilgan. Двойной mexanizm olsak, yo'lda двойной ishlaydi, issiq sovuqlikka zo'r. Bu tomonda esa gluxoy. Tepada esa hozir mana shundan ko'rsataman. Tepada 7 Engelbergdan arkali qilib berganmiz. Yana yaqinlashtirib ko'rsataman. Energiya oyna bilan. Hovli juda ham zo'r. Orqa tomon общий obzor olaman, xudo xolisa bu yerga yuz qo'yib bitgandan keyin o'zimiz servis ishlarini olamiz, xudo xolisa bu yerda ichkarilar bitgandan keyin. Xudo xolisa agar sizlarga xuddi shunaqa sifatli eshik deraza romlar kerak bo'lsa, bog'lansalar chiroyli qilib beramiz. Rangi alohida like bosasizlar, betonli dubga. Obyekt xudo xolisa barchaga shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Bizni kuzatishda davom etinglar.